Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mirzakarim Norbekovning Tentakning hayot tajribasi nomli kitobimizni keyingi qismlarini o'qib eshittirishni davom ettiramiz. Marhamat. Iltimos, shu ro'yxatdagilardan birontasini tanlamaguningizcha kitobning davomini o'qimang. Hozirning o'zida siz bu pog'onalarning qay birisida ekanligingizni bilish kerak. Imonim komil, siz ko'r bo'lishni istayman deb yozilgan qatorni chizmadingiz. Ehtimol boshqa birontasini chizgandirsiz. Masalan, umid qilaman, gumon qilaman yoki ishonmayman. Unday bo'lsa, bilib qo'ying, psixolog sifatida sizga aytamanki, javoblarning ko'r bo'lishni istayman degan so'zlardan hech qanday farqi yo'q. Ishonmayman so'zi gumon qilamandan farqi yo'q. Bu xuddi shu qumaloqning o'zginasi, lekin konfet qog'ozga o'ralgani. Shunchaki, men gumonlanyapman desam aqlliroq bo'lib ko'rinaman. Aslida esa ichidagini xuddi o'zini chiroyli qog'ozga o'rayman xolos. Asl mohiyat bu bilan o'zgarmaydi. Sog'liq bilan betoblik orasidagi chegara bu ishonchdir. Bu betaraf hudud. Endi esa e'tibor berib ko'ring, kimdir men yaxshiroq ko'ra boshlashimga ishonaman deydi. Siz unga bemalol aytishingiz mumkin. Ishonsang ishonaver, gap yo'q. Bir tasavvur qilib ko'ring. Mana men hozir sizning yoningizda maza qilib esnab, qornimni qoshib o'tiribman va hamishaki ming'ir-ming'irimni boshlayman. Men sog'lom bo'lishimga ishonaman. Men badavlat bo'lishimga ishonaman. Men baxtli bo'lishimga, iya, mening yostig'im qani? Sezyapsizmi? Nimadir yetishmayapti, a? Nima yetishmayapti? Harakat yetishmayapti, to'g'rimi? Lekin menga qachon sen boy bo'lmoqchisan deb savol bersangiz, men ming'irlashni boshlayman. Nima deb bo'lsa ham javob berish kerak-ku, to'g'rimi? Ishonch zimmangga vazifa yuklaydi. Agar sog'ayishga ishonsangiz, lekin hech ish qilmasangiz, demak siz tepsa-tebranmas sustkashsiz. Shifokor kasallik bilan yuzma-yuz bir o'zi qolgan joyda sog'ayish yo'q. Umid qilib kutayotganingizda siz nafaqat sustkashsiz, balki kasallik tomoniga ham o'tib olgan bo'lasiz. Agar gumonlanayotgan bo'lsangiz, unda ham sog'ayishga qarshilik qilayotgan bo'lasiz. Ishonmaysiz, unda kechirasiz-u, nimani ham gaplashishim mumkin. Agar siz shu darddan harom o'lishni istasangiz, sog'ayish to'g'risida qanaqa gap bo'lishi mumkin? Keling, hozir o'rnimizni almashtiramiz. Siz shifokorsiz, men bemor. Men sizga murojaat qilaman, doktor. Men judayam sog'ayishni istayman, judayam. Lekin bilasizmi, siz meni davolay olishingizga ozgina, jindakkina gumon qilyapman. Lekin shunday bo'lsa ham, iltimos meni davolang. Xo'sh, siz o'zingizni qalay sezyapsiz? Mabodo basharamga bir tushirish istagi paydo bo'lmadimi? Meni davolashga qo'l urasizmi? Agar ha desangiz, unda sho'ringiz quribdi. Mendek kasalni deyarli davolab bo'lmaydi, chunki u o'z kasalligi bilan ittifoqda bo'lganidan keyin sizdan, ya'ni shifokordan ko'p karra kuchli chiqadi. Abu Ali ibn Sino shunday degan: biz uchtamiz, sen, men va kasallik. Kim tomonga o'tsang, o'sha yutadi. Gumon qilaman, umid qilaman kabi javoblarga kelsak, ularning bari o'z mohiyati bo'yicha bir-biridan farq qilmaydi. Siz shunchaki hech bir harakat qilmaslikka yo'l axtarasiz. Mana masalan, ikkilanish, gumonlanish uchun siz butun boshli tabobatni, psixofiziologiyani, odamning ichki yashirin imkoniyatlarini bilishingiz kerak bo'ladi. Siz bularni bilasizmi? Yo'q. Unday bo'lsa, quruqlanmang va gumon qilaman demang. Bu so'zlarni tasdiqlaydigan bironta ham misol, bironta ham dalil isbot yo'q. Buning zamirida beixtiyor sog'ayishga to'sqinlik qiladigan o'z xatti-harakatlarini oqlashga urinish istagi yotibdi. Agar siz umid qilaman javobini tanlagan bo'lsangiz, unda kitobxonlarning eng ajoyib guruhiga qo'shilganingizni aytishim kerak. Umid oxirgi bo'lib o'ladi degan iborani hoynahoy eshitgandirsiz. Nima uchun u oxirida o'lishini bilasizmi? Hozir men sizga umid qanday ishlashini ko'rsataman. Bu sarobning eng yuksak shakli, buyuk bo'shliq. Hozir men umidning cho'chmal qiyofasiga kiraman va sizning har qanday savolingizga javob berishga tayyor bo'laman. Menga savol bering. Nimaga? Qachon? Qanday qilib? Qayerda? Va hokazo. Hamma savollarga bir javob.
Bilmadim, azizim, bilmadim. Umid qiling. Agar talabchanlik bilan ustarni musht bilan urib, quloqni teshadigan ovoz bilan "Axir qachon, qachon?" deb baqiradigan bo'lsangiz, men ham sizga o'xshab baqirib javob beraman. It biladimi? Umid qiling. Umid zimmangga hech qachon va hech qanday majburiyat yuklamaydi. Tushunarlimi? Xo'sh, shunday qilib nimaga umid oxirgi bo'lib o'ladi? Chunki bu yolg'onchi yaramasning endi o'ldiradigan hech kishisi qolmaganida, o'z xo'jayinini o'ldirganidan keyingina bu qanday shoxada o'tirganligini va qanday shoxani kesganligini tushunib yetadi. Shunday ekan, umid qiling, umid qiling, umid qiling. Sizga imtihon sifatida bir savolni taklif etaman. Siz ko'rish qobiliyatingizni qayta tiklab, ko'zoynakni yechib tashlashni istaysizmi? Bergan javobingizni eslab qoling. Nima uchun eshakni eshak deyishadi? Keng jamoatchilikka mo'ljallangan, ko'p marotaba ishlatiladigan chaynash saqqichining ichidan sug'urib olingan suyak. Haqiqatan ham nimaga eshakni eshak deyishadi? Nimaga bo'lardi? Aynan ahmoqligi va qaysarligi uchun. Agar u nozik ip bilan kichkinagina bo'tachaga bog'lab qo'yilsa, biroz vaqt o'tib, chanqog'i va ochligi qo'zg'aganidan keyin suv va yem tomonga talpina boshlaydi. Suv ichishni istayman, o't yeyishni istayman. Tuyoqlari tagida bir to'da chuqurchalar paydo bo'la boshlaydi va bu holat toki u harom o'lib qolgunicha davom etadi. Unga qarab aytging keladi: "Eshaksan-da, eshak. Hech bo'lmaganida seni ushlab turgan narsaga qarab ko'r." Agar u hech bo'lmaganida o'sha tomonga bir qarab qo'yishga fahmi yetganida, xalos bo'lishi hech gap emas edi. Lekin qayerda deysiz? U telbalarcha o'jarlik bilan talpinaveradi. Istayman, istayman, istayman. Sizchi, shuncha yillardan buyon sog'lom bo'lishni istaysiz-u va shu vaqtgacha nega faqat istaysiz xolos? Unda sizning bu bechora jonivordan nima farqingiz bor? Farqingiz bitta, u bir necha kundan keyin harom bo'ladi, siz esa yana 100 yil ming'illab yurasiz. Men sog'lom bo'lishni istayman. Men ko'zoynakni yechib tashlashni istayman. Judayam istaysizmi? Ko'pdan buyon zoriqib istaysiz, shundaymi? Bir narsani tushunib oling. Men sizga qozi emasman, tarbiyachi ham emasman. Siz o'qimishli odamsiz va men gapni qayerga burayotganligimni juda yaxshi tushunyapsiz. Siz hech istayman so'zining ma'nosi to'g'risida o'ylab ko'rganmisiz? Agar men ovqatlanishni istasam, demak, ichki ongim men ochman degan bo'ladi. Bundan qanday xulosa chiqadi? Bundan kelib chiqadiki, men har kuni aqlli bo'lishni istayman, sog'lom va davlat bo'lishni, baxtli bo'lishni istayman deb aytaman. Aslida esa ichki ong darajasida men aqlsiz, kasal, kambag'al, baxtiqaroman deb aytgan bo'laman. Odamga uning butun borligiga ta'sir qilishga uning ongiga nisbatan ichki ong juda katta ustunlikka ega. Bu bizning butun hayotimiz to'g'risidagi batafsil ma'lumotlar to'planib turgan juda katta arxivdir. Insonning ichki ongi bir vaqtning o'zida ham daho, ham ovsar. Bir qarasang uning turgan bitgani kuch-qudrat, bir qarasang o'ta ketgani ojizlik. U barcha muvaffaqiyat va mag'lubiyatlar homiysi. U ham salomatlik, ham betoblik asosi. Kundalik qiladigan ishlarimiz, xatti-harakatlarimiz, odatlarimiz ichki ongimizga kirib, u yerda ular bizning ongsiz ravishda, ya'ni beixtiyor qiladigan harakatlarimiz saqlanadigan o'ziga xos omborga o'rnashib olishadi. Ilk bor velosiped haydashni o'rganib yurgan vaqtingizni eslab ko'ring. Oldin hamma harakatlar ong darajasida ongli ravishda bajariladi. Rulni qanday ushlash, popshakni qanday bosish, qayerga haydash. To'g'risi, dastlab unchalik eplay olmas edik. Rulni ushlab turibsiz, lekin popshak esdan chiqardi yoki aksincha. Va ko'pincha yo'lingizda turgan bitta daraxt albatta boshingizga qars etib urilar edi. Yaqin oradagi chuqur esa ozgina dam olishingiz uchun quchoq ochib sizni kutib olar edi. Lekin har kuni velosipedga o'tiraverib, vaqt o'tishi bilan uni haydash ko'nikmasiga ega bo'ldingiz va bu odat ichki ongingizda o'rnashib oladi.
Va endi bu ishni qilishni o'rganib olganingizdan keyin uni hech qachon yodingizdan chiqarmaysiz. Xuddi shunga o'xshab suvda suzishni bir marta o'rganganingizdan keyin siz bu ko'nikmani bir umrga saqlab qolasiz. Shuncha yillar davomida qanday qilib o'zingizni o'zingiz aldab kelganingizni endi tushungandirsiz. Shunchalik ko'p aldagansizki, hurmatli o'zini aldash fanlarining doktori, hamisha haqligingizga hatto o'zingiz ham ishonib qolgansiz. Hazilni qo'ying. Tizimning kalitlaridan biri. Ijodiy impotensiyaning asosiy qonuni. Odat metindek mustahkam mantiqqa teng. Tishingizni sindirib qo'ymang. Mening o'rnimda bo'lib ko'p yillar davomida ishlab va kundan kunga yuzlab va minglab odamlar bilan uchrashaverib, sizda ham omadi yurishishi muqarrar bo'lgan odamlarni, ularga hasad qiladigan uchiga chiqqan lapashanglardan bir zumda ajrata olish qobiliyati shakllangan bo'lardi. Surunkali kasallarni, surunkali omadsizlarni o'rganish bu yuqorida aytganimdek mening sevimli soham. Alqissa o'rganish, taqqoslash va umumlashtirish va natijada bir xulosaga keldim. Ma'lum qolipga tushib qolgan har qanday xulq-atvorni ongli ravishda o'zlashtirish bilan o'z hayotingni va atrofingdagi muhitni o'zgartirish mumkin ekan. Sizningcha do'zax odam o'lganidan keyin borib tushadigan qandaydir bir joyda joylashganmi? Xato. Azizim, xato. Do'zax va jannat yerda, odamning o'zida va uning atrofida. Do'zaxni uning barcha qaynab turgan qozonlari, cho'g'dek qizdirilgan tovalari, lovillab turgan gulxanlari, shuningdek qonunlari, nizomlari, usullari bilan birga qo'shib har kuni odamlarning o'zlari yaratadi. Va siz ham mening shohliginam va quyruqliginam bu bunyodkorlikda ishtirok qilasiz va har kuni jahannamni kengaytirishga o'z hissangizni qo'shib kelmoqdasiz. Yomonlik va kulfat olamini o'z omadsizligingiz, nafratingiz, husumat, adovat va albatta kasalingiz bilan boyitib kelmoqdasiz. Siz boshqalarga ham ibrat berasiz va ularga tajribangizni ulashasiz. Bu tajribani boyitish uchun sizni malaka oshirish o'quvlariga taklif etaman. Agar ilgarilari siz o'zingizni ijodiy shaxs sifatida axta qilish ishini ko'rko'rona, ongsiz ravishda bajarib kelgan bo'lsangiz, endi mantiqiy fikr yurgizishning nayranglarini o'rganganingizdan keyin o'z hayotingizni vayronaga aylantirish ishining samarasini juda ko'p marotaba oshirish imkoniga ega bo'lasiz. Oyoqlar orasidagi, kechirasiz, kallasidagi tranzistorlarda nosozliklar paydo bo'lgan biologik robotlarning konsert tomoshalariga marhamat qiling. Iblis sovg'a qilgan chiptaga muvofiq zaldagi o'z o'rningizni egallang. Oyoqlaringizni chatishtiring. Qo'llaringizni mahkam qovushtiring. Yuzingizda juda ko'p o'qigan, bilgan, haddan tashqari ko'p aqlning belgisi. Ko'zlaringiz tip-tiniq va behayo. Diqqat! Sahna pardasi ochilyapti. Parda orqasida butun dunyo, yer sharining 98% tashkil qiladigan tumonin odam. Butun dunyo hukmdorlari kabi o'z qadrini yaxshi bilganligi orasida qadam tashlashda sezilib turgan bejirim kostyumda o'rtaga iblis yurib chiqadi va kasaba uyushmasi arbobining yumshoq ovozi bilan e'lon etadi. Mantiq ariyasi. Neandertal odam musiqasi, xalq so'zi ijro etadi. Butun dunyo tantanali musiqa yangraydi. Xonandalar guruh qo'shiladi. Hamma yoqda fanfaralar, skripkalar, gijjaklar va idoralar eshiklarining ochilib yopilayotgandagi g'ijirlagan ovozlari. Har xil balandlikdagi ovozlarning bir-biridan kuchli kelayotgan sadolari, kulgi va ingrashning tovushlari. Ohlar, o'hlar, xo'rsinishlar, faryodlar, g'ur-g'ur gaplar va vaqti bilan unitazga yuborilgan suvning shovqini. Bunday shovqin-suron va jo'ravozlik borib bir iblisona bo'kirikka aylandi. Sen ber menga, sen ber menga, sen ber menga. Shunda ishonaman va quvonaman, ovunaman, suyunaman. Hozircha esa umid qilaman. Kutaman. Bu konsertning keti uzilmaydi. Shuning uchun mabodo
kech qolgan bo'lsangiz kayfiyatingiz buzilib yurmasin. Qolaversa siz o'zingiz ham uning ijrochisiz. Mantiqiy yondashuv. Tamoyil quyidagicha: sen oldin menga ber, keyin men senga rahmat deyman. Mantiq: sen bizlarni qayerga yetaklayapsan? Hech qayerga olib bormaydigan yo'lga. Lekin siz allaqachon o'sha yerda bo'lsangiz, u yerga borishning nima keragi bor? Haqiqatan ham axir bu g'alati-ku. Siz hali hech narsa olmasdan turib rahmat desangiz, natijaga erishishingizdan keyin rahmat deysiz-da. Kasal sog'liq muammolarini yechishga mantiqan yondashib, 10 yillab sog'ayib ketishga harakat qiladi. U shunday deydi: oldin sen menga sog'liqni ber, keyin esa men ishonaman va bunga quvonaman. Eshushli odam nuqtai nazardan mutlaqo to'g'ri qiladi, ya'ni natijani o'rganidan keyingina quvonadi. Bu mantiq. Davolash samara berdi, ishonch paydo bo'ladi, keyin kayfiyat ko'tariladi va tabiiy ravishda mushaklar korseti, tik qaddi-qomat va yuz-ko'zdagi ifoda xuddi g'olib odamlarnikidek bo'ladi. Yuzida mamnunlik charaqlab turgan tabassum hozircha esa o'ta aqlli tumshuq bilan ishonmayman. Unga hozirning o'zidayoq orqa teshigidagi gemorroyni yo'q qilib ber. Mana sizga sho'rpeshonalarga xos bo'lgan harakat qolipi. Men gumonlanyapman, ishonmayman, umid qilaman va hokazo va hokazo. Sen oldin menga natija ko'rsat, keyin ishonaman, shunda kayfiyatim yaxshi bo'ladi va qaddimni ham baxtli odamlarday tik tutaman. Haqiqatan ham 10 yillab men sog'liqni hatto tushimda ham ko'rmagan bo'lsam, sog'ayib ketishimga qanday qilib ishonishim mumkin? Ishonmayman. Toki ishonmas ekanman, demak meni tani badanim bu ishga safarbar qilinmagan ekan, demak men sog'aymayman va endilikda ishonmasligim uchun yana bir kuchli asos paydo bo'ladi. Bu qayerdan boshlagan bo'lsak, o'sha yerga qaytib keldik. Qopqon yopildi. Mana shu o'lim mantiqi, o'z joniga qasd qiluvchining mantiqi. Bu mantiq baxtiqaro, omadsiz odamning mantiqi. U haq bo'lganda ham qandoq? O'z nuqtai nazardan, o'z botqog'idan. Lekin bu botqoqda turib qolgan sassiq hiddan boshqa hech narsa yo'q.